Bugun men eng og'riqli savolni ochiq aytaman. Avgust oyida pensiya bo'yicha nima o'zgaradi? Kimning puli oshishi mumkin? Kim esa hech qanday qo'shimcha kutmasligi kerak bu ma'lum nafaqat hozir pensiya olayotganlarga. Balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta vaqtida tekshirilmagan hujjat yoki bitta kechiktirilgan ariza odamni bir necha oy puldan mahrum qilishi mumkin. Men bugun sizga avgust oyining asosiy pensiya intrigasi nimada ekani sodda tilda tushuntiraman. Pensiya miqdori oshadimi? Qayta hisob kitob bo'ladimi? Kimga avtomatik qo'shiladi? Kim esa o'zi borib talab qilishi kerak? Videoni hozirroq saqlab qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki men aytadigan narsalar ko'pchilikning real daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun juda oddiy ko'rinardi. Odam pensiyaga chiqadi. Ish staji va maoshi bo'yicha hisoblanadi. Keyin har oy bir xil tartibda pulni oladi. Agar davlat tomonidan oshirish bo'lsa, hamma eshitadi. Pensiyalar falon foizga oshdi deb e'lon qilinadi. Odamlar ham odatda shu xabarni kutib yashaydi. Ya'ni ko'pchilikning tasavvurida pensiya faqat bitta yo'l bilan o'zgaradi. Prezident farmoni yoki rasmiy qaror bilan umumiy oshiriladi. Lekin amalda hammasi bundan murakkabroq. Pensiya miqdori faqat umumiy oshirishga bog'liq emas. U bir nechta omilga bog'liq. Mehnat staji to'g'ri kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'liq olinganmi? Nogironlik guruhi o'zgarganmi? O'quvchisini yo'qotganlik holati bormi? Pensiya oluvchi ishlayaptimi yoki yo'qmi? Bank kartasi yoki naqd pul orqali oladimi? Yashash joyini o'zgartirganmi? Hujjatlarda xatolik bormi? Mana shu omillarning har biri avgust oyida yoki aynan shu oy atrofida odamning pensiya summasiga ta'sir qilishi mumkin. Hozirgi asosiy o'zgarish shundaki, odamlar hamma pensiya oshadi degan umumiy gapga ishonib qolmasligi kerak. Men ekspert sifatida doim aytaman, pensiya masalasida eng xavfli narsa mish-mish. Kimdir qo'shnisidan eshitadi, kimdir Telegramdagi sarlavhani o'qiydi, kimdir avgustdan hammaga qo'shimcha berilarkan dedi. Natijada odam kutadi, lekin hisobiga pul tushmaydi. Keyin esa kechikib pensiya jamg'armasiga boradi va ma'lum bo'ladiki, masala umumiy oshirishda emas, balki aynan uning shaxsiy hujjatida yoki stajida ekan. Shuning uchun avgust oyining pensiya intrigasi quyidagicha. Odamlar umumiy oshirishni kutyaptimi yoki aslida ko'pchilik uchun muhim bo'lgan narsa individual qayta hisob kitobmi? Ana shu farqni tushunmasangiz, siz yoki yaqinlaringiz pul yo'qotishi mumkin. Birinchi muhim masala pensiya oshishi deganda nimani nazarda tutyapmiz? Odatda 3 xil holat bo'ladi. Birinchisi umumiy indeksatsiya yoki oshirish. Bunda davlat rasmiy hujjat chiqaradi va pensiya, nafaqa yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar belgilangan foizga yoki belgilangan summaga oshiriladi. Bunda holatda ko'pincha pensiya oluvchining alohida ariza berishi shart bo'lmaydi. Tizimdagi ma'lumotlar asosida to'lov avtomatik qayta hisoblanadi. Masalan, odam 1 ming 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, rasmiy oshirish 10% bo'lsa, uning pensiyasi taxminan 1 million 320 ming so'mga chiqishi mumkin. Lekin bu faqat umumiy misol. Real hisobda qo'shimchalar, ustamalar, eng kam miqdorlar va boshqa normalar hisobga olinadi. Ikkinchisi, individual qayta hisob kitob. Bu ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin juda muhim yo'nalish. Masalan, odam pensiyaga chiqqanda uning 28 yil staji hisoblangan, lekin keyin eski korxonadan yana 4 yil ishlagan haqida arxiv ma'lumoti topildi. Bunday holatda u hujjatni topshirsa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yoki avval maoshi past ko'rsatilgan, keyin arxivdan real yuqoriroq ish haqi ma'lumoti chiqdi. Bu ham pensiyaga ta'sir qiladi. Bu avtomatik bo'lmasligi mumkin. Odam o'zi murojaat qilishi, dalil keltirishi, ariza yozishi kerak bo'ladi. Uchinchisi, to'lov tartibi va muddatidagi o'zgarish. Ba'zida odam pensiya oshdi deb o'ylaydi, lekin aslida unga oldingi oy uchun qarzdorlik, kechikkan to'lov, qayta hisobdan chiqqan farq yoki bankdagi texnik tuzatish tushgan bo'ladi. Masalan, har oy 1 million 500 ming so'm oladigan pensiyani avgustda 1 million 800 ming so'm olsa, bu doimiy o'sish degani emas. Balki 300 ming so'm bir martalik farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim bu pul doimiy qo'shildimi yoki bir martalik to'lovmi degan savolni berish kerak. Men birinchi navbatda hujjatlarda eski davr mehnat staji bor odamlarga e'tibor qarataman. Masalan, 1960 yillar, 1950 yillar yoki 2000 yillarning boshida turli korxonalarda ishlaganlar, o'sha paytlarda korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, arxivga topshirilgan yoki hujjatlar chala saqlangan bo'lishi mumkin.
Agar sizning otangiz yoki onangiz men aslida ko'proq ishlaganman, lekin pensiyada kamsita chiqdi deb aytsa, buni oddiy shikoyat deb qabul qilmang. Bu real pul masalasi. Misol keltiraman. Opa 6 yoshga kelib pensiyaga chiqqan. Tizimda uning 23 yil staji ko'ringan. Pensiyasi 20 million 1 million so'm atrofida chiqqan. Lekin u aslida 3 yil ishlaganini biladi. Farq qayerda? Ma'lum bo'lishicha 7 yil ishlagan tikuv fabrikasi yopilgan. Hujjatlar tuman arxivga topshirilgan, lekin pensiya tayinlash paytida bu ma'lumot olinmagan. Agar opa arxivdan ma'lumot olib pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Natijada har oy 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq farq chiqishi ehtimoli bor. Bu summani kichik deb o'ylamang. Bir yilda 200 ming so'mdan 2400 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat degani. Ikkinchi guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar. Ko'pchilik men pensiyaga chiqqanman, keyin yana ishladim, endi nima bo'ladi deb so'raydi. Bu yerda eng muhim savol. Siz ishlagan davr uchun ijtimoiy soliq va rasmiy ma'lumotlar tizimda aks etganmi? Agar odam norasmiy ishlagan bo'lsa, afsuski, bu stajga kirmasligi mumkin. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, ma'lum shartlar asosida pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu ham har doim avtomatik bo'ladi deb o'ylamang. Albatta, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq javob olish kerak. 3-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifadagi odamlar uchun holat o'zgarishi juda muhim. Nogironlik guruhi o'zgarsa, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yangilansa, bola 12 yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirsa yoki to'xtatsa, boquvchisini yo'qotganlik to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, talaba bola otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani vaqtida topshirmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin hujjat olib borilganda tiklanadi, lekin odam vaqt va asab yo'qotadi. Agar sizning pensiyangiz yangi tayinlangan bo'lsa, barcha ish staji elektron tizimda to'g'ri ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lsa, rasmiy oshirish haqida aniq hujjat e'lon qilinmagan bo'lsa, avgustda albatta ko'payadi deb kutish shart emas. Pensiya tizimida pul faqat mish-mish asosida oshmaydi. Har bir o'zgarishning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Yana bir misol. Aka har oy 27 ming so'm pensiya oladi. U qo'shnisidan avgustdan hammaga 300 ming qo'shilar ekan deb eshitdi. Avgust keldi, pul o'sha tushdi. Aka xafa bo'ldi. Lekin tekshirsa, hech qanday rasmiy qaror yo'q. Qo'shnisi esa aslida o'zining qayta hisob kitobidan chiqqan farqni umumiy oshirish deb o'ylagan ekan. Mana shu yerda tushunmovchilik paydo bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, agar xabar rasmiy manbada bo'lmasa, uni oilangiz budjetiga kiritmang. Balki o'shar degan umid bilan qarz olmang. Dori sotib olishni kechiktirmang. Kommunal to'lovlarni orqaga surmang. Pensiya masalasida reja faqat aniq tushgan summa va rasmiy qarorga tayanish kerak. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri familiya, ism, otasining ismi yoki tug'ilgan sana bo'yicha nomuvofiqlik. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan, pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Yoki eski hujjatda tug'ilgan sana bir kun farq bilan kiritilgan. Odamlar bu mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida bunday mayda xatolar katta muammoga aylanadi. Chunki tizim hujjatni aynan bir shaxsga tegishli deb tan olishi kerak. Agar shubha bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Ikkinchi nozik jihat arxiv ma'lumotlari. Ba'zan odam men mehnat daftarchamni ko'rsatdim, yetadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda mehnat daftarchasidagi yozuv yetarli bo'lmasligi, qo'shimcha buyruq ish haqi vedomasida korxona arxividan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muhr noaniq bo'lsa, lavozim yoki davr aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, shu sababli eski hujjatlarni ko'rganingizda faqat bor yoki yo'q deb baholamang, uning sifati ham muhim. Pensiyani bank kartasi orqali olish. Ba'zi pensionerlar kartaga kam tushdi yoki naqd olsam ko'proq bo'lardi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdori to'lov usuliga qarab kamaymasligi kerak. Lekin bank xizmatlari karta muddati, SMS xabarnoma, boshqa qarzdorliklar, ijro hujjatlari yoki kredit ushlanmalari bo'lishi mumkin. Agar kartaga tushgan summa odatdagidan kam bo'lsa, darhol bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham izoh so'rash kerak. Pul qayerda ushlanganini aniq bilmasdan turib, xulosa qilish noto'g'ri. 4-masala pensiya oluvchining vafoti bilan bog'liq to'lovlar.
Bu juda nozik mavzu, lekin hayotda uchraydi. Oila a'zolari ba'zan marhum pensionerning oxirgi oylik pensiyasi, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha nima qilishni bilmaydi. Bu holatda ham mahalliy pensiya jamg'armasiga murojaat qilish, o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar va bank ma'lumotlarini tayyorlash kerak bo'ladi. Har bir holatning o'z tartibi bor. 5-nozik jihat chet elga chiqish yoki yashash joyini o'zgartirish. Pensioner boshqa tumanga ko'chsa, ro'yxatdan o'tish manzili o'zgarsa, ba'zi ma'lumotlarni yangilash talab qilinishi mumkin. Agar odam uzoq vaqt boshqa joyda yashasa, lekin eski manzildagi ma'lumotlar bilan qolsa, xatlar, chaqiruvlar yoki tekshiruvlar unga yetib bormasligi mumkin. Keyin esa nega to'lov to'xtadi degan savol tug'iladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Har oy qancha tushayotganini yozib boring. Avgust oyida tushgan summa iyul oyidan farq qilsa, darhol sababini aniqlang. Bu doimiy o'sishmi? Bir martalik farqmi? Qarzdorlikmi yoki ushlanma bormi? Buni taxmin qilmang, so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilayotganda shunchaki pensiyamni oshirib bering demang. Aniq savol bering. Mening pensiyam tayinlanganda qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan, qaysi ish haqi davri asos qilib olingan, qayta hisob-kitob qilish uchun qanday hujjat yetishmayapti. Ana shunday savollar sizga foydali javob olib beradi. Uchinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arx ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat haqidagi hujjatlar, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'yicha pensiya bo'lsa, tibbiy xulosa va guruhni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha esa o'lim guvohnomasi, qarindoshlik hujjatlari, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 4-qadam, ariza yozing. Og'zaki aytib ketish yetarli emas. Arizada aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman, chunki falon davrdagi mehnat stajim yoki ish haqim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Ariza topshirilgani haqida ro'yxat raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Bu juda muhim, chunki keyin siz men topshirganman deb isbotlay olishingiz kerak. 5-qadam, javob muddatini nazorat qiling. Davlat organlariga murojaat qilganda javob berish tartibi bor. Agar sizga vaqtida javob berilmasa yoki javob tushunarsiz bo'lsa, yugurib turuvchi tashkilotga, elektron hukumat portali orqali yoki rasmiy ishonch telefonlari orqali murojaat qilish mumkin. Lekin men maslahat beraman. Avval mahalliy bo'lim bilan tinch, aniq va hujjatli muloqot qiling. Ko'p masala shu joyning o'zida hal bo'ladi. 6-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar ariza yozishni, elektron xizmatdan foydalanishni, bank ilovasini tekshirishni bilmasligi mumkin. Agar siz farzand, nabira yoki qarindosh bo'lsangiz, bu ishni ularga tashlab qo'ymang. 1 soat vaqt ajrating, hujjatlarni tartiblang. Kartaga tushgan summalarni ko'ring, mehnat daftarchasini varaqlang. Balki siz oilangiz uchun har oy qo'shimcha daromad topib berarsiz. 7-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Pensiya bo'yicha xabarni eshitsangiz, avvalo manbani tekshiring. Rasmiy qaror bormi? Pensiya jamg'armasi yoki tegishli vazirlik izoh berdimi? OAVdagi xabar aniq hujjatga tayanyaptimi? Agar yo'q bo'lsa, uni tasdiqlanmagan ma'lumot deb qabul qiling. Tasavvur qiling. Bir pensioner ona har oy 1.300.000 so'm oladi. Avgustda u 1.50.000 so'm oldi. U pensiyam oshdi deb xursand bo'ldi. Lekin keyingi oy yana 1.300.000 so'm tushdi. Nima bo'ldi? Tekshirsa avgustdagi 1.7.000 so'm oldingi oyda kechikkan qo'shimcha to'lov ekan. Agar u buni doimiy o'sish deb o'ylab xarajatini ko'paytirsa, keyingi oy qiynalib qoladi. Yana bir vaziyat. Boboning 35 yillik staji bor. Lekin pensiya hisobida 29 yil ko'rsatilgan. Farqi 6 yil. U endi kech bo'ldi, pensiyaga chiqqanimga 5 yil bo'ldi deb yuradi. Aslida hujjatlar topilsa, ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Qayta hisob kelajakdagi pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim davrlar bo'yicha farq ham ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Eng muhimi, buni mutaxassisga ko'rsatmasdan o'zingiz xulosa chiqarmang. Yana bir misol. Ayol kishi yoshligida bir korxonada boshqa familiyada
ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Mehnat daftarchasidagi familiya eski, pasportdagi familiya yangi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, o'sha stajni tasdiqlashda muammo chiqishi mumkin. Bunday holatda kerakli hujjatni oldindan tayyorlab qo'yish pensiya jarayonini ancha yengillashtiradi. Demak, avgust oyining asosiy pensiya intrigasi bitta jumlada shunday. Odamlar umumiy oshirishni kutyaptimi yoki o'z hujjatlari sababli individual qayta hisob-kitob imkoniyatini qo'ldan boy beryaptimi? Menimcha, eng katta xavf shunda. Chunki umumiy oshirish bo'lsa, buni hamma biladi, rasmiy e'lon qilinadi, tizim ishlaydi. Lekin individual xatolarni hech kim sizning o'rningizga izlab yurmaydi. Sizning 3 yillik stajingiz tushib qolganini, eski ish haqingiz noto'g'ri kiritilganini yoki familiya farqi sababli hujjat o'tmayotganini faqat siz yoki yaqinlaringiz ko'tarib chiqishi mumkin. Shu sababli men avgust oyini kutish oyi emas, tekshirish oyi deb atagan bo'lardim. Pensiyangizni tekshiring, hujjatlaringizni ko'ring, rasmiy ma'lumot oling, kerak bo'lsa ariza yozing. Pul masalasida birov aytdi degan gap yetarli emas. Hujjat, hisob-kitob va rasmiy javob kerak. Bugun men sizga pensiya bo'yicha eng muhim narsani tushuntirdim. Avgustda hamma narsani faqat umumiy oshirishga bog'lab qo'ymaslik kerak. Kimdir avtomatik oshirishdan foyda ko'rishi mumkin. Kimdir qayta hisob-kitob orqali pulni ko'paytirishi mumkin. Kimdir esa shunchaki bir martalik to'lovni doimiy oshish deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensiya miqdorini tekshirish, hujjatlarni tartibga keltirish va rasmiy javob olish. Izohlarda yozing. Sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasi avgustda o'zgardimi? Qayta hisob-kitob qilganmisiz? Qaysi muammoga duch kelgansiz? Tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya masalasi bilan qiziqayotgan tanishlaringizga yuboring. Pensiya bu oddiy raqam emas. Bu odamning har oylik hayoti dori-darmoni, oziq-ovqati va xotirjamligi demakdir.